O'rtoqlar, e'tibor markaziylarni Sergeli tumani Xonobod, Sultonobod mahallasiga qaratamiz. Ko'rib turgan kottejlar sotuvda juda chiroyli amerikanskiy stilda tashqi ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy maydoni 225 kvadrat, podvol bilan hisoblaganda 3 qavat xonadonimiz. Kelinglar, masalani ichkari bilan tanishtirib chiqaman o'rtoqlar. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Binoyimiz juda chiroyli remont qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Va bu yerda darvozaxonamizga ikkita mashina bemalol sig'adi. To'g'rimizda yozgi oshxona joylashgan. Yozgi oshxonani ham oxirigacha bitkazib beraman. Gaz plita va rakvinalarni ham qo'yib beraman deb Abdulla akamiz. Kelgan masalani endi ichkari bilan tanishtirib chiqaman. Mana o'rtoqlar, asosiy binomizga ham kirib oldik. Juda chiroyli did bilan remont qilib qo'yilgan. O'ng qo'limizda o'rtoqlar zal joylashgan. Razdvojnoy eshiklari bilan o'zini ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa oshxona o'rtoqlar. Bizda oshxona ham juda chiroyli, kuxonniy mebellari bilan tayyor remont qilib qo'yilgan. Xona rangi ham mebelga mos o'rtoqlar. Bu yoqdan bo'lsa, podvolga tushsak bo'ladi. Podvolimizda 3 ta xonaga bo'lib qo'yilgan, u yoq ham remont qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Keyin bizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan bu yoqda. Va yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun spalni joylashgan bu yoqda. Kelinglar, endi masalani ikkinchi qavat bilan tanishtirib chiqaman. Mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik o'rtoqlar. Birinchi xonamiz bizda ota-onalar yotoqxonasi, ikkinchi qavat uchun ko'chaga qaragan o'zini oynalari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi xonamizda ham spalni o'rtoqlar, xohishinglarga qarab, xohlasanglar o'zinglar uchun, xohlasanglar bolalar uchun spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hovliga qaragan oynalari bor o'rtoqlar. Bu yoqda umumiy sanuzel joylashgan, ikkinchi qavat uchun ko'rsanglar bo'ladi. Va bizda oxirgi yana bitta spalni ko'chaga va hovliga qaragan oynalari bor o'rtoqlar. Bu spalni menimcha deski qilib qo'ysa ham bo'ladi, chunki juda chiroyli remont qilib qo'yilgan, rangi ham noodatiy tarzda qilingan ekan. Uyimizning narxini 139.900 dollar so'rashyapti. Yana sunnatli narsa o'tib beriladi. Uy egalarining nomeri har doimgidek opsiyada bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. O'rtoqlar, Yunusobod tumanining ro'parasi Savzavod mahallaga kelganmiz. Savzavod mahallada bizda sotiladigan yer chiqyapti. Umumiy maydoni 5 sotixdan iborat bo'lgan yerimiz sotuvda. Ko'rsanglar bo'ladi. Tashqi fasadi juda katta. Quruvchi akalamizga ham zo'r variant. 26,5 metr chiqdi. Men o'zim hisoblaganimda tashqi fasadi. Oldida mana zeleniy zonasi bor. Yana bitta plyusi bu yoq tarafida ham mana zeleniy zona bor, ko'rsanglar bo'ladi. Odamlar o'rab, огород qilib qo'yishgan daraxtlarni ekib. Bu yoqda mashhur operachi Jensbek piyosov ham turar ekanlar. Bu yoq taraf tupik. Bu yog'imizda postdan kirib kelishimiz примерно 8 metrlar atrofida. Postdan kirganda yana bitta eng zo'r tarafi, uyimizdan olganinglardan keyin katlama qazib o'tirmaysizlar. Uyimizda pastlikda to'g'ri fundament quyib ketaverasizlar. Podvoli tayyor bo'ladi o'rtoqlar. Bu yog'ini birinchi, ikkinchi qavat qilib ko'taraverasizlar. Zo'r variant. Narxi 29 mingdan chiqyapti. Ulgurib qolinglar. Srochniga o'zi 35 mingdan otuvdi lokamiz. Sizlarning o'rningizga o'zimiz savdolashib 29 mingdan gaplashib qo'ydik. Kelasizlar, barga qilib ketasizlar. Tashqi fasad aytayotganimdaqa 26,5 metr 5 sotixga joylashgan. O'rtoqlar, 89.900 ga pat kulch 78 kvadratli 3-etajdan 9-etajgani 3-etajdan zo'r variant chiqdi. Orientir Ko'kcha masjidda oldida Novostroyka dom 1-liniya. Masalani endi uy bilan tanishtirib chiqaman. Mana eshikdan kiraverishimizda chap qo'limizda birinchi xonamiz o'rtoqlar garderob bo'lyapti, ko'ringlar. Juda chiroyli qilib qo'yilgan ekan garderob. O'ng qo'ldagi xonamiz bizda sanuzel, umumiy sanuzel. Mebel texnik hamma narsa qoladi o'rtoqlar. Bu yoqda mana kichkina xollimiz bor. Divanlar, stol qilib qo'yilgan va bu yoqda mana bitta spalni o'rtoqlar. Yosh oila yashayapti bu yerda, o'zligiga moslab qilib qo'yishgan, kichkina xonani spalni qilib qo'yishgan. Keyingi xonamiz bizda oshxona. Oshxona ham neobычный qilib, mebel texnika xaldili hamma narsalar qoladi, xudo xolasa gaplashsanglar kelib. Bu yoqda mana terrasali balkoni bor. Balkoni ham kadastrga kirgizilgan. Kattagina o'rtoqlar, ko'ringlar. Zo'r variant mana ko'rsanglar bo'ladi. Pastda mashinalar bemalol qo'yishga joyidan muammo yo'q. O'sha aytayotganimdek uyimizning narxi 89.900 o'rtoqlar, srochniga sotilyapti. Ulgurib qolinglar. Mebel texnikalari bilan remontda zo'r qilib qo'yganlar. Hali uncha ko'p odam yashamagan remontdan keyin. Mana ko'rib turibsizlar. Zo'r yosh oilalarga, yosh bolasi bor oilalarga zo'r variant. Ulgurib qolinglar. Endi akvaparkka borish hojati yo'q o'rtoqlar. Bochkani sentridan dacha sotilyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Larra villa dachasi 2025-yilda qurib bitkazilgan, odam yashamagan, odam qo'yilmagan dachaga, toza dacha. Bochkani sentrida mana o'rtoqlar, bochka, mosti. Bu yoqda dachamiz joylashgan. Suv bo'yida eng qizig'i. Baliqchi insonlar bo'lsa, agar pastga tushib olib, baliq ovlasa, qarama tashlab qo'yishgan joylari bor o'zini. Juda chiroyli dacha. Men sizlarga hozir ichkarilarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsanglar bo'ladi. O'rtoqlar 1,750,000 dollarlik villaga kelganmiz. Limonariyada joylashgan, Qibray tumaniga kiradi bu yo'l o'rtoqlar. Umumiy maydoni 20 sotixga joylashgan villamiz.
Yashash maydoni bo'lsa 2000 kvadratdan oshiq 15 tadan oshiq xonalari bor. Bitta dachada yoki villada hovlida qanaqa komfortni tasavvur qilsanglar, hamma komfortlar bor o'rtoqlar bu yerda. Tez orada to'liq videosi chiqadi. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Mana shu ko'rib turgan binolar ham 2 qavatli bo'lib ko'rinyapti sizlarga. Aslida bu binoimiz 4 qavatli bino. Podvoli va o'zini tepasida mansardalari bor. Juda chiroyli remont qilib qo'yilgan. 2018-yilda bitkazilgan remontlari. Hamma shart-sharoitlar full darajada o'rtoqlar. Bu yoq tomonda orqa hovli ham bor, bu yoq tomonda ham orqa hovlisi bor o'rtoqlar va oldi o'rtadagi hovlini ham ko'ringlar, juda chiroyli. O'rtoqlar, Yashnobod tumani Tuzelda man sizlarga 91 kvadrat metrlik 4 xonali kvartira topib qo'ydim, ko'rsanglar bo'ladi. 8 qavatli binoning 7-qavatda joylashgan. Bu kirib ko'rishimiz mana pod'ezd eshigi bu yoqda joylashgan. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz bizda hojatxona o'rtoqlar, razdelniy qilib qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi xonamiz chap qo'limizda zal bo'ladi. Bu yerda ham zalimizda ham o'zini mebellariga ega, TV zonalariga, uyda ko'rib turgan hamma mebelinglar qoladi o'rtoqlar. Chap qo'ldagi bizda keyingi xonamiz master spalni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham hamma mebel texnikalari tayyor turibdi. O'zini ichida sanuzillarga ega o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu spalnimiz domimizni hovlisiga qaragan. Balkoni ham bor, mana kofe ichib o'tirishga manzarada. Aristokrat Home ekan, JK Aristokrat Home domimizning nomi. Bu yoqda bo'lsa bitta detskiy joylashgan to'g'rimizda. Ko'rsanglar bo'ladi. Detskiy. Bu yoqda yana bitta tualetimiz bor. Uyimizda umumiy 2 ta tualet, 2 ta sanuzil joylashgan. Juda qulay qilib qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa yana bitta sanuzilimiz joylashgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Chap qo'limizda yana bitta master spalni o'rtoqlar, hamma mebel texnikalari bilan. Bu yerda ham ko'rib turganinglardek televizor, konditsioner, hamma narsa qoladi uyda ko'rib turgan o'rtoqlar. Keyingi xonamiz bo'lsa oshxona. Oshxonada ham hamma mebel texnika, remont tayyor turibdi, pardalarigacha qoladi, xolodilniklari ham bor o'rtoqlar. Shunda kiyimlar bilan kelasizlar, yashaysizlar. Bu oshxonamizning balkon qismi ham bor. Domimizning ikki tarafida ham balkoni bor. Amur Temur ko'chaga, Mirzo Ulug'bekga qaragan balkoni bu yoqda joylashgan o'rtoqlar. Uyimizda aytib o'tganimdek 91 kvadrat, 4 xona, remont, mebel texnikalari bilan hamma narsasi tayyor. 8 qavatli binoning 7-qavatda joylashgan. Narxi bo'lsa $105 ming o'rtoqlar, ulgurib qo'linglar. Uy egalarining nomeri pastda joylashgan bo'ladi. O'rtoqlar, bugun Nestvanga kelganmiz, ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli vid bor. Bu yerda 35-qavatdamiz, 51 qavatli binoning 35-qavatida bir xonali 60 kvadrat metrli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Panoramli oynalari bor. Bu yoqda mana kichkinagina jivoy ko'rish xohlaganlar uchun manzarani kichkinagina oyna ochadigan joy qoldirilgan. Biz hozir o'rtoqlar spalniydamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Mebellari tayyor turibdi, TV zonalari, mebellari, shkoflari bor. Keyingi xonamiz bo'lsa studiyaviy formatda oshxona o'rtoqlar va yumshoq mebellar bilan zalam qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham panoramli oynalari bor, televizor olib qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi, yumshoq mebellar. Bu tomonimizda bo'lsa oshxona joylashgan, juda chiroyli did bilan remont qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda bo'lsa mana xonadonimizga kirib ko'rishimiz pod'ezd qismi joylashgan o'rtoqlar. Mebel texnikalari bilan tayyor patkulich xonadonimizda. Sanuzilimiz bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizning narxi video tagida joylashgan bo'ladi. Ulgurib qolinglar o'rtoqlar. Nestvanni 51 qavatli binoni 35-qavatidan 60 kvadrat metrli bir xonali xonadonimiz tayyor patkulich mebel texnikalari bilan.